Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bu yerda tayyor biznesimiz sotilyapti ekan. Hozir sizlarga bu qisqacha ko'rsatadigan bo'lsak, xullas operator yaqinroq kelingda. Xullas mana bu yerda hurmatli kuzatuvchilar, mana bu yerda duxovkamiz sotilyapti ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xullas bu duxovkamizni pastda ham, tepada ham tentlari bor ekan. Mana bu yerda o'chirib yoqadiganlari, xullas likrovkalari, xullas pechkamiz ozroq ishlatilgan, ko'p ishlamagan. Mana bu yerda patnaslari bor. Xullas mana bu yerda xamirni nima deydi, uni ko'ptirib beradigan anosi bor ekan. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Xullas bu yerda 10 ta patnasi bor, mana bu patnas bilan. Buni ham holati yaxshi, ishlab turgan holatda. Bu 3 fazaga ishlar ekan. Mana bu apparatimiz 220 ga ishlar ekan. Mana bu yerda yana 50 ta non chiqaradigan, 50 ta xleb chiqaradigan qoliplarimiz bor ekan. Xleb qoliplarimiz, buni holatlari yaxshi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu pechkalarimiz tokda ishlar ekan. Xullas bahosiga keladigan bo'lsak, o'tgan yili $1000 ga olingan ekan. Xullas qo'ldan olganmiz deyapti. Buni bir jiyanimizga olib bergan ekan. Xullas jiyanimiz turmushga chiqib ketgan. Endi shuning uchun ishlatadigan odam yo'qligi uchun sotamiz deyapti. 10 million deyapti. Yana kelishiladigan joyi bor. Qiziqqanlar uchun shu videoning tagiga telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Manzilga keladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyati Uzun tumani. Hurmatli kuzatuvchilar, kelib ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol, holatlari yaxshi. Bemalol nima deydi? Ikkita ro'zg'orda o'ynatib boqadi. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.